hurmatli labini shirayotgan go'zal qizlar. Shirganda ham bir normalniy, bir hammani e'tiborini qaratadigan qilib shiringlar. Mana To'g'ri bo'lish kerak-da, to'g'ri bo'lish kerak-da. Qiyshiq bo'lish kerak emas, to'g'ri bo'lish kerak. Keyin ko'rganlar, "Vau, bu janonlar" deyish kerak. O kuni borki, labimi borki, avtobus eshigiga qisib oldim. Voy shunaqa sharmanda bo'lyapmiz hamma. Yo'q, sharmanda emas, to'g'ri ma'noda sharmanda bo'lyapmiz. Yoki meni zo'rg'a qutqarib oldi de. Oy, o'zi asli niyatimiz erga tegish edi. O'shanda ham olmayapti. Endi qanaqa qilsa ekan? Mayli, bu labdan keyin biz o'zimiz ham yerga tekkimiz kelmadi, lekin lag'monda zo'r yeyapmiz. Unaqa unaqa tabiiy kul de. Ya tabiiy kulolmayman, labim tirs etib yorilib ketadi. Shuncha pul isrof bo'lishi mumkin. Xullas biz anaqa nima deydi, kosmetologimizning nomerini beraylik. Bu qizlar hozir bir lablari chiroyli bo'lib ketdi deyishlar mumkin. Uni nomerini bilish uchun avval siz Lady Show ko'rsatuviga kelishingiz kerak. Lady Showga kelinglar qizlar. Tam yapacaksan, böyle kopya yapıyor.